أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريرا في القبر منيسا في القيامة شفيعا من الجنة رفيقا من الخيرة كلها دليل وإماما. يا رب الله اشبه مبارك يرتم تزلك كش مشت شندا وقلغان شبه آياتي كريمة لنا ورحمة لنا من قبول قرغا يشتسانيدا. يا رب ما القرضا والغنبار لكم شلق خطا لنا غفور إلى سانيدا. يا رب ما اشبه جنباك نرى من مرق سيد رب الله إن اشبه جنباك نرى Ya Rabbim Allah, bizim kardeşlerimiz Ya Rabbim Allah, şu meşitlerge kelip, şu cemaat meşitine kelip, indi şu meşit bulsun, tezrek tüzülsün, hem indi şu meşit safqa bassın, indi şu meşitte Rabbim Allah namazlar okurga, ilim aluşular, hem indi Rabbim Allah, şu meşit biz arada safqa bassın deyip üzlerinin indi sadaqaların, üzlerinin yardımların birdiler Rabbim Allah. Kimler neydi yardımları ko'rsatgan bo'lsa, neydi ish bilan, qo'li bilanmi, tili bilanmi, moli bilanmi, ya Rabbim Allah, shu bergan sadaqa egalaridan Rabbim Allah o'zing rozi bo'lsang edi. O'zing rozi bo'lib, endi shu bergan sadaqalarni qabulliklarga erishtirsang, ya Rabbim Allah. Ya Rabbim o'zlarini ajr savoqlarini nasiblarda aylasang edi. Ya Rabbim shu bergan sadaqalarini Rabbim Allah qiyomat kuni tamoqtina parda etsang edi. Ya Rabbim Allah endi shu bergan sadaqalarini qabul etib Indi Rabbim Allah o'zini Bag'dada bo'lgancha Rabbim Allah endi bu bandalarga jannatda ayrim binolar, ayrim yurtlar qo'ysang ya Rabbim Allah. Ya Rabbim Allah endi shu masjidlardan tezroq yetkazib bitirgan nasiblarda aylasang edi. Endi bizning ko'ngillarimizni ya Rabbim Allah shu masjidga yo'lantirsang edi. Endi Rabbim Allah shu masjidlarga kelib endi bizning yordamlarimizni, o'zlarimizning mollarimizni, o'zlarimizning sadaqalarimizni endi o'zlarining xizmatlarimizni qo'llanib Rabbim Allah o'zining rizoligi, o'zining rahmatiga erishishga har birimizga nasiblarda aylasang edi. İlk günlerimizni Rabbim Allah imin, tinch, barakatli qilsang edi Rabbim Allah. Jonlarimizga, tanlarimizga salomatlik, endi qardoshlarımizga, tug'anlarimizga, yaqinlarimizga, barcha shahar xalqina, barcha endi respublika xalqina Rabbim Allah tawfiq, hidoyat, iymon, istiqomat bersang ey Rabbim Allah. Ya Rabbim Allah endi bizlarning shu dunyodan o'tgan qardoshlarimiz bor, yaqinlarimiz bor, abi babalarimiz bor, ham qiz tug'anlarimiz bor Rabbim Allah. Allohning barchalarining ruhlarini shod qilsang edi. Endi ularni Rabbim Allah qilgan aniqlarni yo'lqa, qilgan izliklarni qabulliqlarga erishtirib, ajr va savoblarni orttirib barchasida barashaq o'rinlar Rabbim jannatlarda nasiblarda eylasang edi Rabbim Allah. Ya Rabbim ilk tinchlikqa bersang edi. Endi bizning yetakchilarimizga, respublika boshliqlarına, shahar boshliqlarına, shahar yetakchilarına Rabbim Allah endi sog'lik, salomatlik, eminlik bersang edi Rabbim Allah. Ularga hikmat bilan idora etirga Rabbim nasiblarda eylasang edi. Ya Rabbim Allah dunyoda borgan barcha so'g'ishlarni to'xtatsang ya Rabbim Allah. Shu so'g'ishlarni to'xtatib Rabbim Allah endi tinchlikqa erishishga nasiblarda eylasang edi. Endi shu so'g'ishlarda vafot bo'lgan qardoshlarımizga, yaqinlarimizga, tug'anlarimizga Rabbim Allah ruhlarini shod qilsang edi. Ularning shahidlar sifatini olib Rabbim Allah o'rinlari mangilik jannatlarida nasiblarda eylasang edi. Agar endi qolganlarimizga bugungi kunda shu so'g'ish o'rinlarida bo'lgan barcha yaqinlarimizga, tug'anlarimizga, bolalarımizga Rabbim Allah sog' salomat, emin bo'lib o'zlarining ailelerine, yaqinlarına, tug'anlarına, anileri, atileri, halal fitlere, balalar tarafına insan sog' emin aylanib qaytargan nasiblarda eylasin ya Rabbim Allah. Ya Rabbim bizlarga bizning abi babalarimiz ko'rgan og'riqlarni ko'rsatmasang edi.
açlık, soğuş afetleri ko'rsatmasin, yomonlik ko'rsatmasin ya Rabbim Allah. Ağırlıklar ko'rsatmasin ya Rabbim Allah. Endi bu soğuşlarını da Rabbim Allah to'xtatib, dunyo yuzida tinchlik, eminlik, barakat ham qadrli o'rnashtirsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar bi rahmatika. Allah razı olsun, kabul etsin.